Ko'pchilik so'ragan va kutgan mana bunaqa 1 tonnali Honda va Kia'larning akasi, qiroli Kia Bongo 1 tonna 200 zavodskoy propan 159 ot kuchi 2024 avtomat korobka turbina 320 bort haqiqiy polvon Bongoyimiz Namanganga kelib tushdi. Mana bu 1 tonnali ukalari qatori. Mashinaga bitta baho berasizlar, tez kunda har birini yub tarab sizga videosini ko'rsataman. Bu qisqacha anons video. Mana buni Bongo desa bo'ladi. Mana degan yengil mashinalarni choyni ichirib yuboradigan salonga marhamat o'rtoqlar. Avtomat korobka, Tiptronic, start stop, abagrev, abduv, cruise control. 1859 kilometr yurgan haqiqiy full option luxury salon. Mana buni mashina desa bo'ladi. Kamiga tadbirkor akalar olishadi buni. Savdodan zerikib, boshingiz og'riganda, charchab ketganda, miya xorda oladigan joyda mana bu relax funksiyani yoqib qo'yasiz. Lively forest, ya'ni tirik o'rmon musiqasini soundtrack qilib qo'yasiz, miyangiz dam oladi mana. Klimat kontroli yo'qolgan o'rtoqlar. Mashinamiz kamiga spalnili. Buni mana bunaqa qilib o'rindig'ini tushirasiz va maza qilib dam olib ishlashingiz mumkin. Ushbu mashinamiz xudo xolasa bugun erta obzori bo'ladi. Nima deysiz? Mashina yoqdimi? Nima deydi o'rtoqlar? Shu yerga like bo'lsa, komment o'rtatib olinglar. Narxi hammaga qiziq. 35 mingdan tepada. Endi hisoblaymiz. Rastoboshkani puliga bitta yangi Cobalt beradi. Umumiy ma'lumotlar tez kunda bo'ladi. Qiziqqanlar obuna bo'lib qo'yinglar, kuzatishni davom etinglar. Oma mashinaga вообще gap yo'q. Hyundai Kia Sorento salonida go'yo o'tiribman dam olib. Azizlar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.